Xo'p, o'tgan darsda frame'larni xususiyatlari bilan tanishib chiqqandik. Endi bugungi darsda qolgan shakllarning xususiyatlari, qolgan shakllar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Xo'p, yangi fayl ochib olganman. Buni 5-dars deb nomladim. Xo'p, endi boshladik. Birinchi to'rtburchak. Bu yerda shortkatlar bilan, iloji boricha shortkatlar bilan ishlashga harakat qilish kerak. Ya'ni to'rtburchakni bu yoqdan bosib, to'rtburchak tanlab o'tirmasdan R ni bossak o'zi rectangle, ya'ni to'rtburchakka boradi. Line, shift bilan L ni bossak u arrow, ya'ni o'q, O ni bossak ellipse, dumaloq bu. Polygon starlar uchun nima yo'q hozircha. Shortkatlar place image. Xo'p, birinchi rectangle'ni ko'rib chiqamiz, to'rtburchak. Shunday chizsak, ushlab turib, mana hozir shunday R ni bosaman. Shuni chizib ketaveraman. Xohlaganimcha. Agar shiftni bosib olsam, proporsiyani buzmasdan kvadrat chizib beradi menga mana bunaqa qilib. Shift qo'yavermasam, kvadrat chizib beradi. Endi shuni bosib turib, shuni bossak, o'zi 100 avtomatik kvadrat chizib beradi bizga, xohlasak, xohlamasak. Rangi o'sha C4 degan rangda bo'ladi. Buni o'zi tabiiy rangi. Xo'p, qoraga bo'yab qo'ydik. Qora. Xo'sh. Endi ko'rib chiqamiz bir chekkadan. X, Y nimalarni bularni ko'rib chiqdik. O'tgan safar ham manaqa burchaklarni burishni ko'rib chiqqandik o'tganimcha. Ya'ni yaqinroq, uzoqdan ko'rinmaydi. Bu yaqinroq olib kelgan paytimizda o'sha burchagida ko'rinadi. Endi har bitta burchakda individualni burmoqchi bo'lsak, altni ushlab turamanda, masalan, altni ushladimmi, burchakni tortdim, mana bitta burchakni chizdi. Endi keyingi burchakda ham individualni burmoqchi bo'lsam, altni hech narsani ushlamayman, shuni tortaman. Shuni o'zi alt ushlangan bo'lib turadi. Endi altni ushlab buradigan bo'lsam, o'sha avtomatik hammasini ushlab oladi. Ya'ni boyagi bittalik individualnost bekor bo'ladi bunda. Xo'p, bu yerdan iOS'larni menimcha ko'rib chiqqandik, bu narsalarni, ranglarni, nimalarni ko'rib chiqdik. Xo'p, to'rtburchak oddiy shu to'rtburchak. Buni endi har xil usullarga olsak bo'ladi. Ya'ni bu yoqdan manaqa narsa bor, edit object, ya'ni buni tochkalarni ushlab oladi. Buni 2 marta bosish orqali ham qilsak bo'ladi yoki bu yoqdan buni bosish ham. Ikkitalik bosish qilay. Endi 4 ta burchakdagi 4 ta nuqtasini ushlab oldi menga. 4 ta nuqtasini ushlab oldi. Xo'p, endi aytaylik, mana bunaqa qilishim mumkin. Bitta burchakni ushlaymanda bu yoqqa tortaman. Xohlaganimcha mana shunaqa qilib o'zgartirishim mumkin. Bitta burchakni. Bunisini ushlab bu yoqqa tortishim mumkin. Aytaylik, mana bunaqa qilib trapetsiya qilib qo'yishim mumkin. Xo'p, buni bu yoqroqqa, buni bu yoqroqqa. Enterni bossam bo'ldi, o'sha qaytib oldi joyiga, boyagi joyiga. Lekin bu yoqda o'sha widthlari 0.5 ga o'zgarib ketgan bo'ladi. Xo'p, Ctrl Z ni bosib orqaga qaytaraman. Endi ikkitani ushlab turib, ikkita burchakni birdaniga tortsak bo'ladi. Yani birdaniga tortyapman, yo'q bu yoqqa yurgizsam bo'ladi bunaqa qilib. Bunday qilib. Shift ni ushlab tortsam, bir tekisda tortadi, mana bir tekisda. Xo'p, bu ba'zi joylarda, ya'ni qanaqadir grafik elementlar yasayotgan paytda bu xususiyat kerak bo'ladi, ya'ni yo'q bu yoqlarni ushlab. Masalan, aytaylik, xo'p, nimalar logotipi bor edi. Masalan, PDP ni manaqa edi. Xo'p, endi rangi qora emas. Manaqa edi adashmasam. Buni bunday qilinganda, bunisi bu yoqqa qaratilganda, manaqa qilib ozgina. O'shani, ya'ni Illustratorda chizgan endi. Biz mana shunaqa qilib bu yerda ham Figmada ham yasashimiz mumkin-da. Yana bitta dumaloq edi, keyin buni balandligi necha? 50. Mana shunga o'xshashroq edi adashmasam. Ya'ni shunaqa qilib yasasa bo'ladi. Xo'p. To'rtburchakda stroke nimasi bor edi. Bunday qilib stroke kengaytirib, ko'paytirib, kamaytirishimiz mumkin. Inside, outside, solid, dashed bularni ko'rib chiqdik menimcha. Effektlarni frame bilan bir xil ishlaydi. Ekspertlarni keyinroq ko'rib chiqamiz. Xo'p, to'rtburchak tushunarli. Endi yana bitta narsa bor. Aytaylik, to'rtburchakni mana shuni ichiga rasm yuklamoqchi bo'laman. Qanaqa rasm. Shuni mana qilsak bo'ladi. Aytaylik, brauzerga o'tyapman-da. Brauzerda Unsplash'ga kirdim. Unsplash'dan birorta rasmni olyapman, aytaylik. Masalan, boltani rasmi. Shuni kopировать kartinku. Shuni olib kelib turib Ctrl V shunday bossam, o'shani ichiga shuni tashab qo'yadi rasmni.
Xo'p, endi rasm bilan bu to'rtburchak emas, o'sha rasmga aylandi. Ya'ni o'sha belgidagi. Xo'p, endi mana boyaginaqa usulda qo'llab ko'ramiz. Aytaylik, mana buni ikkita nuqtasini ushladimda, bunday qildim. Buni bittasini bu yoqqa bunday qilib yuborib, короче, bunaqa yo'q shakllar yasab yuboryapman-da. Bunaqa qilibman. Mana shunaqa shakl. Endi boyagi rasmni Ctrl V qilsam, yana mana shunaqa holatga tashlab beraveradi. Mana shuni ichiga to'g'rilab, uni qizig'i yo'q. Xo'p, boyagini mana ushlaylik. Endi rasm bilan ishlashni o'rganib chiqamiz. Xo'p, rasm bilan mana bosdim. Bu yoqda image turibdi, bu yoqda. Solid boyagilar oxiridagi image. Buni hozir solid qilsam, bu уже to'rtburchakka aylanadi. Endi buni joylashuvi bor, joylashuvda fill bo'lib turibdi hozircha. Ya'ni o'sha rasm to'liq egallab turibdi. Ya'ni to'rtburchakni to'liq egallagan rasm splashnoy. Endi bu yog'i pastroqda bu yoqlar kesilib ketgan. Xo'p, fit bor keyin, fit. Ya'ni rasm o'zi uzunrog'ida, ya'ni kvadrat shaklda emas edi, ikkitadan o'shaning uchun joy qolib ketadi bunaqa fit qilib. Rasm to'liq tushadi. Bu yoqda shakldagi to'g'ri tushishini ahamiyati yo'q. Fillda shakl to'ladi, rasmni qaysi ko'rinishda ko'rinishini ahamiyati yo'q. Buni bunaqa qilib aylantirish mumkin bu yoqdan. Bundan exposure, ya'ni qanaqadir oqartirish, qoraytirish, mana shunaqa narsalar bor bu yoqdan. O'shani to'g'rilasa bo'ladi. Deylik, sal qoraytiramiz buni. Kontrastnisida o'ynaymiz. Ya'ni rangni kontrastnisini bunaqa shaklda. Keyin saturation. Saturation bu rangni asosan oq-qora yoki juda bir iliq, issiq qilib yuboradi rangni. Temperature, harorat, sovuq, issiq, mana bunday qilsak, даже sovuqda qishda qilib o'tgan bo'ladi. Bunday qilsak, yozga o'xshagan bo'lib ketadi. Xo'p, sovuqroq bunaqa ob-havo beramiz. Tint bu umumiy rangini o'tkazib tashlaydi. Masalan, bunaqa yashildan tortib ko'k, qizil narsalar bo'lib ketadi. Aytaylik, bu o'z holida turaversin. Highlights juda bunaqa HDR ga o'xshagan effekt beradi mana. Ozgina oshiramiz bunisini ham. Keyin shadow. Soya berib tashlaydi. Xo'p, mana hammasi bu yoqdagilarni tanishib chiqishni o'zgartirib. Xo'p, endi crop degan narsa bor. Cropni tanladikmi? Crop bu yoqdan chekkadan qolgan nimalarni ko'rsatib qo'yapti. Cropni bunday qilib sursak bo'ladi endi. Bunday qilsak mana shu joyga keladi. Xo'p, endi aytaylik, bunday qilamanda boltani, mana shu boltani o'ziga urg'uni bermoqchiman. Mana joydan ushlab bunday kattalashtirsam bo'ladi. Ya'ni bu yoqda hozir kattalashtirishda shunday kattalashtirsangiz mana bunaqa buzilib ketyapti. Men shuning uchun shift ushlab olyapman. Shift ushlasam mana bunaqa qilib kattalashadi. Endi shift bilan alt ushlasam, o'rtadan ikki tomonga tortadi, ya'ni mana bunaqa qilib tortadi. Ya'ni shift o'zida mana bunaqa tortadi, shift bilan alt ushlasam mana bunaqa tortadi. Xo'p, mana shunday olib kelib boltani o'zini olib kelyapman. Top X ni bosim bo'ldi mana. Boltani o'zi qoldi. Endi yana bittasi bor, bu tile. Ya'ni tileda o'sha kvadratga buni muayyan joyini olib kelamiz. Ya'ni bu cropga o'xshab ketadi bir tomondan bu ham. Lekin sal boshqacharoq. Ya'ni buni bunday qilib olib kelish mumkin-da, lekin buni ichidagini olib kelib bo'lmaydi, ya'ni. Bitta burchagini ushlashgina mumkin. Shunaqa. Xo'p, bizga hozir crop menimcha ma'qulroq. O'sha boyagi boltani o'zini ushlab rasmni mana qilib olib keldim. Ya'ni xo'p, hozir buni avatarkalarga o'xshagan narsalar bilan ham ko'rib chiqamiz boshqatdan. Xo'p, endi line bu chiziq. Chiziq shunday tortdi, mana ketaveradi. Shift ushlasam bir chiziq bilan tortaman. Tekis tortadi shift ushlasam, lineykaga o'xshab. Shift qo'yib yuborsam, xohlagan joyimga, xohlagan to'shigimga mana qilib tortib ketaveraman. Xo'p, shift ushlab mana tortdim 182. Xo'p, buni stroke bo'ladi faqat. Line'da fill bo'lmaydi. Fill qo'shdim mana. Xohlasam qo'shdim, qizil qildimda. Qizil qilsam, qilganim bilan baribir u rang yo'q-da, yani ko'rinmaydi. Buni qilib kengaytirish yoki nimadir qilish yo'q, faqat stroke ko'rinadi. Shuncha fillni o'chiraveramiz. Xo'p, endi bu center, turibdi inside, outside. Bunda deyarli o'zgarmaydi. Hozircha bu masalan qalinligi xuddi borderlar bilan bir xil. Bunday qilib kengaytirsak bo'ladi. Inside, outside. Mana. Xo'p, endi ikkita bunaqa buni properties bor. Properties. Xo'p, start point qanaqa? Text turibdi. Buni ikkinchisiga tanlasam line arrow, ya'ni bu tomoni arrow bo'ladi mana, o'q bo'ladi. Kichraytiray ozgina. Tomoni o'q, tomoni triangle arrow, ya'ni bunaqa o'q.
kamonda o'qiga o'xshagan. Xo'p, bunisi reverse triangle, orqaga qaragan o'q. Bunisi diamond arrow, nayzaga o'xshagan ekan. Xo'p, keyin round qilsak bo'ladi, ya'ni bu yog'i tekis turibdi, bu yog'i to'rtburchak. Keyin square. Square bilan hozir men aytdim, bir xil bo'lib turibdi bu yoqda. Xo'p, endi bu tomonda ham xuddi shunaqa narsalar bor, aytaylik. Bu tomonni mana qilib o'q qilib qo'yishim mumkin. Keling, nan turibdi. Keyin bu yoqda yana dash qilsak bo'ladi, mana qilib. Buni CSS dan bitta farqli tomoni, ya'ni dotted qilib bo'lmaydi. Ya'ni CSS da adashmasam 10 piksel solid keyin rang beriladi-yu, bu yoqda 10 piksel dotted qilib bo'lmaydi-da, faqatgina dashed qilish mumkin. Dashedlarni mana qilib gapini kamaytirib shunga o'xshagan narsa qilsa ham bo'lar ekan, lekin unchalik dotted bo'lmaydi, lekin baribir. Dotted bo'lmaydi, dotedga yaqinlashadi, ikkinchiga o'tib ketaveradi o'sha avtomatik ravishda. Xo'p, buni solid qilib qo'yaraman. Chiziqlar mana shunaqa narsada kerak bo'ladi odatda. Xo'p, chiziq tugadi. Endi xo'p, arrow. Bu nechsam arrow chizadi bitta. O'q. Boyagi line'ni bir xil faqat mana tanlangan mouse tanlanib turgan usulida bo'ldi. Boshqa hech narsasi yo'q, boshqa narsasi. O'shani o'zi bo'ladi. Xo'p, lekin bitta narsa aytib qo'yay. Mana shu Figma'ni o'zida buni chizgandan keyin, buni dasturchilarga berayotgan paytda, ya'ni handoff qilayotgan paytda bitta narsani esda tutinglar. Buni mana 1 pikselda turibdi hozir, ya'ni bitta chiziqda. Buni ushlab olish qiyin. Dasturchi bunga paddingni ko'p berib yuborish kerak bo'ladi. O'shaning uchun hamma buni nimalarni, propertilarni taxlab olgandan keyin aytaylik bu yog'ini round qildim, bunisini 2 qildimda, buni kamaytirdim, masalan 24 qildim. Mana shunaqa o'q turibdi yoki 32. Shunaqa o'q. Bo'ldimi? Endi buni outline stroke qilib yuborish kerak. Ya'ni outline stroke bu yoqdan. Shift Ctrl O ni bossam, buni o'zi mana ko'ryapsiz? 32 ga 0 turibdi hayti. Buni outline stroke qilganimdan keyin 34 ga 14.73 bo'lyapti. 14.73 ni mana shunaqa qilib yaxlitlab 15 qo'yaveraman. Farqi yo'q. Mana 15 yoki 14. 14 bo'ldi. Mana endi mana shu holatda dasturchiga berish kerak odatda. Lekin bundan ham optimalroq variantda aytaylik, bu arrow bosiladigan narsa bo'lsa, ya'ni touchable narsa bo'lsa, tangible narsa bo'lsa, ya'ni bu qanaqadir buttonning ichida bor yoki nimani bor, shuni bosish kerak bo'lsa, bunga avtomatik o'zi padding berasiz. Ya'ni maytda qanaqadir text turgan bo'lsa, tomonida text, tomonida to'rtburchak turgan bo'lsa, mana shunaqa holatda turibdi. Bu bosiladigan bo'ladi. Bu ham bosilmaydigan, faqat bu bosiladigan bo'lsa, xo'p, ikkalasini o'rtasida paddingni hisoblaysiz. Masalan, deylik 24 turibdimi? Buni 24. Buni frame'ni ichiga olamiz, ya'ni buni ushlab turib frame selection, ya'ni Ctrl Alt G ni bosamiz. Ctrl Alt G. Buni frame'ni ichiga oldi. Endi o'sha frame'ni ushlaymanda buni ichidan mana center qilib qo'yaman hamma tomondan. Ya'ni o'rtada turadi frame qancha kattalashgan bilan. Buni bunday tortib bu yoqqa tortaman. Buni bunday bu yoqqa tortaman. Mana bo'ldi. Endi mana shunaqa holatda eksport qilib bersangiz dasturchiga, ya'ni bu bosiladigan nuqtasi nimasi, area hududi kattaroq, kengroq bo'ladi. Aytaylik, ayniqsa mobile nimalarda, ilovalarda mashin o'ziga emas, barmoq sal bu yoqroq yoki bu yoqroq ketib qolishi mumkin. Shunda ham mana shu narsa ishlayveradi. Ya'ni shu, lekin agar bu ham bosiladigan narsa bo'lsa, o'rtasidan olasiz. Hozir men buni ikkiga taqab oldim. Bu chunki bu ham bosilmaydigan obyekt deb hisoblaganimiz uchun. Agar bu ikkalasi bosiladigan bo'lsa, o'rtasidan olamiz. Xo'p. Bu tushunarli menimcha. Xo'p, keyingisi ellipse, dumaloq. Bu hamma effektlari, qolgan narsalar boshqalar bilan bir xil. Faqat buni bitta narsasi bor, maytda ark bor. Arkni ushlaymanda tepaga tortaman. Ana qilib Pac-Man'da nimasi bor, shunga o'xshagan narsa chiqadi bu yoqdan. Xo'p, endi buni bu yoqdan nimalari bor? Funksiyalari starti 0 da turibdi. Startni bunday qilsam, buni aylantiraman, ya'ni qayerdan boshlanish nuqtasi. Xo'p, 0. Bu ikkinchisi sweep, ya'ni qanchalik miqdorda kamayyapti mana. Bunday qilsam, qanchalik miqdorda kamayyapti. Deylik 50% yoki 50% emas, deylik 75% kamaydi. 64%, ha. Endi men o'rtada ham nuqtasi bor, ratio 0 turibdi.
Shuni kattalashtirsam o'rtadan ochilib boraveradi bunaqa qilib. Buni asosan nimada ishlatishimiz mumkin? Nimalar qilayotgan paytda statistika bo'ladi-yu. Deylik mana qizil yoki ko'k mancha foiz deymizda. Bu aytaylik 60%. Keyin Ctrl D ni bosaman, duplicate qildi. Buni 40% qilaman. 40% qilamanda rangini aytaylik manaqa shu rang qildimda. Buni mana start joyini bunday ushlab bu yoqqa olib kelaman. Bunday ushlab bu yoqqa bunday taqib qo'yaman. Bo'ldi mana. Statistikani mana shunaqa qilib chiqarsak bo'ladi. Buni bunday kamaytirsam bo'la xolasam. Bunikini ham bunday kamaytiraman. Shu bilan anaqa qilib har xil statistikalarni mana shunaqa qilib dumaloqni o'zida chiqarsa bo'ladi. Xo'p, endi poligon. Poligon bu ko'p burchak degani. 3 burchakdan boshlanadi buni. Maytdan gonlarni ko'paytiramiz, ya'ni buni burchaklarni. Xo'p, 3 burchak bu soni bu radiusi. Bunday burish, radiusini bu soni. Tepaga ushlab turib buni tepaga bunday qilsam 4 ta bo'ldi buni. Yana qilsam 5 ta. Bu 60 tagacha boradi, 60 tagacha. 60 burchakgacha. Faqat hozir bu kichkinaligi uchun bilinmayapti. Aytaylik 1000 qilsam mana 60 qilganimda pashti bilinmay ketyapti. Ozgina nimalari bor. Burchaklar. Kamaytirib, masalan, bunday qilish mumkin. 6 burchak, 8 burchak. 8 burchak yasash mumkin. Burchaklarni kamaytiraman. Masalan, bunaqa qilib verified accountlar bo'ladi-yu, xuddi shunga o'xshagan narsa. Xo'p, ko'p burchakni shunaqa qilib xohlaganimizcha yasab olishimiz mumkin. Xohlasak burchaklarni ushlab bittasini bunaqa qilib, tortib, xohlagancha o'ynab tashlasa bo'ladi. Bunga Figma imkon beradi. Xo'p, yangi star. Star bu yulduz. Yulduzni ham faqat yulduz bilan boshlanadi, lekin buni ko'paytirish mumkin nimalarni? Qirralarni. Bunday qilib, buni ham 60 tagacha ko'paytirsa bo'ladi mana. Qozog'iston bayrog'i boshlab qolishimiz ham bu ratio, ya'ni kengligi. Bunday qilib quyoshcha bir narsalar yasasak bo'ladi. Bunday qilib mana galaktikami nimadir bo'lib ketdi. Xo'p, mana ko'k bunaqa shakllar qilib tashlasa bo'ladi. Ko'z chalkashtiradigan. Lekin yana bitta zo'r narsasi bor buni. Xo'p, mana kamaytirib turaylik-da sonni. Demak, mana yulduz bo'lib turibdi. Bunda emas-da. Bunday qilib buni yulduzda nima qilishimiz mumkin? Ratiolar ko'paytirib. Endi bu odatda uncha ko'p ham kerak bo'lmaydi. Sizlar mana bunaqa qilib qop-qora qilib turib, yo'q, qop-qora emas, oppoq qilaman-da. Border beraman. Bunga qolib 100 soya blur 0. Buni 10, 20. Buni ham 20. Mana shunga o'xshagan qanday shakllar nimalardir yasash mumkin. Xo'p, boya adashmasam 3 burchak deydi. Bitta zo'r narsa esdan chiqib ketdi ko'rsatish. Xo'p, buni aytaylik mana bunisini o'chib turaman-da, stroke beraman. Stroke'ni aytaylik 35 qildim. Buni solidmas dash qildim. Dash qildim. So'ng 10, bunisini aytaylik 3 qildim. Yo, kamroq bo'lib qolar ekan ozgina. 4. Buni 400 qilaylik, kichikroq. Xo'p, mana. Endi buni kengaytirib boravergan sari manaqa naqshlar yasasa bo'ladi. Endi bu unaqa muhim narsa emas, shunchaki yaxshi qanaqa nimadir zo'r narsadek ko'rinadi ko'zga, aslida bu hech narsa emas. Aytaylik mana bunaqa narsa chiqarsa bo'ladi. Yo'q joydan manaqa narsa. Xo'p, endi buni nimalarni ko'paytirganim sari countlarni. Manaqa shunaqa chiroyli shakllar chiqib ketadi. Mana. Bu 60 taligi. Bitta kamaysa manaqa shakllar. Endi bu hozir mana bu shakl bu yoqda buni o'zgartirganingiz sari yana ham boshqachalashib boraveradi. Mana 0 bo'lsa mana qilib turibdi. Mana bittada shu mashinaqa bir murakkab grafikali shakllar chiqib ketyapti. Xo'p. Menimcha qolmadi. Ha, bo'ldi.
Endi keyingi darsda pen tool nimalarni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Xudo xolasa.